tikuvchilik sohasida rivojlanishni istagan va bu sohani haqiqiy chuqur professional mutaxassisi bo'lishni istagan barcha kuzatuvchilarimga, aziz o'quvchilarimga men professional konstruktor kursimizni taklif qilaman. Professional konstruktor kursimiz kimlar uchun? Ya'ni bu kurs tikuvchilik sohasida malakasini oshirmoqchi bo'lganlar uchun. Ya'ni noldan boshlab ham malaka oshiruvchilar ham bemalol to'g'ri keladigan kurs hisoblanadi. Tikuvchilik sohasini noldan o'rganib, bu kasbni puxta egallamoqchi bo'lgan azizlarim uchun. Tikuvchilik sohasini biznesga aylantirib, brend bo'lmoqchi bo'lgan qadrlilarim uchun. Tikuvchilik sohasidan katta daromad olmoqchi bo'lgan azizlarimiz uchun va noaniq bilimlardan charchagan qadrlilarim uchun. Bilasizmi, tikuvchilar ko'pincha noaniq bilimlar bilan ishlashadi, ya'ni matoga shunchaki chizib ishlashadi. Agar siz bu sohada noaniq bilimlardan charchagan bo'lsangiz, aniq metodika va aniq professional yo'nalish kerak bo'lsa sizga, albatta professional konstruktor kursimizni tavsiya qilaman. Bu kursimizda sizga noldan boshlab butunlay to'liq konstruktiv bilimlar, shu bilan birga ham konstruktiv, ham texnologik bilimlarni ham qo'lga kiritasiz. Xo'sh, endi professional konstruktor kursimizni modullari va mavzulari haqida tanishtirib o'tmoqchiman. Professional konstruktor kursimiz 5 ta moduldan iborat. Birinchisi professional asos andaza sirlari. Ya'ni bu modulda siz to'liq Müller metodikasi asos andazasini to'liq sirlari bilan tanishasiz. Hisob-kitob bilan o'lcham chiqarish, nostandart va standart qomatlar bilan ishlash, shu bilan birga asos andazani qay tartibda 4 ta etapda tayyorlash va bazaviy leykalar, ya'ni asos andazani sotuvga chiqaradigan bazaviy leykalar tayyorlash kabi juda ham chuqur bilimlarga boy bo'lgan mavzular kiritilgan. Professional asos andaza sirlari modulimizga 11 ta mavzu kiritilgan. Bu 40 ga yaqin darsni o'z ichiga oladi. Bunda o'lcham olishdan boshlab standart bazaviy leykalar tayyorlashgacha bo'lgan mavzularni o'z ichiga oladi. Ikkinchi modulimiz professional modellashtirish moduli. Bu modulda siz 50 ga yaqin bo'lgan fasonlarni modellashtirishni o'rganasiz. Ham nazariy, ham amaliy tarzda o'rganasiz. Uchinchi modulimiz murakkab professional yeng. Bunga ham 11 ta mavzu kiritilgan bo'lib, bunda azizlar Müller metodikasi, ya'ni professional jahon standartida tan olingan haqiqiy ideal yeng qurilishini va bu yengni ikki chokli yengga aylantirish, reglan yenglar, umuman yeng mavzusidagi barcha mavzu kiritilgan 3-modulimizga. 4-modulimiz murakkab yoqalar va cho'ntaklar konstruksiya va texnologiyasi. Bunda biz 10 xil cho'ntak konstruksiya shablonini tayyorlashni, shu bilan birga 10 xil cho'ntakni professional darajada bichib tikish texnologiyasini ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga 50 ga yaqin yoqalar turlarini konstruktiv va texnologik jihatdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni siz har qanday yoqani bemalol chiqara oladigan darajada bo'lasiz. 5-modulimiz esa nostandart qomatlar. Nostandart qomatlar mavzusida modulida biz 5 ta mavzudan iborat. Har bir mavzumiz 4 ta 5 ta darsni o'z ichiga oladi. Ya'ni ayollar qomati turlari haqida va nostandart qomatlar bilan qanday qilib ishlash borasida gaplashamiz. Demak, har bir modulga to'xtalamiz azizlar. Birinchi modulimiz professional asos andaza sirlari. Jami 11 ta mavzudan iborat. Bunga quyidagi mavzular kiritilgan: ayollar qomatidan to'g'ri o'lcham olish, standart va nostandart qomatdan o'lcham olish. Mana shu mavzumizni o'zi 4 ta darsdan iborat. Ikkinchi mavzumiz esa 2 ta o'lcham bilan hisob-kitob olish razmeri, ya'ni hisob-kitob orqali razmer chiqarishni o'rganasiz. 3-mavzumiz Müller metodikasi asos andazasini 4 ta etapda qurish. Bu ham 4 ta darsdan iborat. 4-mavzumiz Müller asos andazasini 40 dan 70 razmerlargacha masshtabda tayyorlash, ya'ni kichik variantini tayyorlash. Bu bilan siz bemalol Müller asos andazasini suv qilib ichib yuborasiz, bemalol hammasini ishlay oladigan darajada bo'lasiz. 5-mavzumiz Müller metodikasi asosida o'rta keng liboslar asosini qurish va modellashtirish. Ya'ni Müller metodikasida shunday jihati borki, biz ayollar liboslariga 2 xil asos, bazaviy asos tayyorlaymiz. Tor liboslar asosi, keng liboslar asosi. Koftalar uchun alohida 2 xil andaza tayyorlaymiz. Vetichkali asos, vetichkasiz asos, kostyumlar uchun alohida asos, korsetlar uchun alohida asos, paltolar uchun alohida bazaviy asos bo'ladi. Ya'ni bitta bazaviy asosda hamma narsa tikib ketilmaydi Müller metodikasida. Ya'ni hamma narsani o'zini bazaviy leykalasi bo'ladi. Ya'ni 5-mavzumiz Müller metodikasida o'rta keng liboslar asosini qurish va modellashtirishni o'rganamiz. 6-mavzumiz millimetrovkada standart andaza tayyorlashni o'zim o'rgataman. Andazani matoga qo'yib bichish texnikasini ko'rib chiqamiz. Korreksiya va kontrol darsini ko'rib chiqamiz. Bunda asos andazani mato bichilganda qayerlarni korreksiya qilish kerak, asos andazani o'zida qayerlarni kontrol qilish kerak. Bu haqda to'liq professional darajada bilimlarga ega bo'lasiz. 9-mavzumiz primoy ko'ylak tikish texnologiyasi, ya'ni asos andazani buzda primoy ko'ylak tikib sinab ko'ramiz. Qay darajada standart asosimiz inson qomatiga, ya'ni ayollar qomatiga qay darajada to'g'ri kelishini
aniq o'zingiz amaliyotda qo'llab bilib olasiz. 10-mavzuimiz ko'krak vetichkali vetichkasiz ikki xil koftalar uchun asos andaza tayyorlash. Buni hozir aytib o'tdim. Ya'ni koftalar uchun alohida bazaviy asos bo'ladi. Biz buni ikki xil turda, ya'ni vetichkali va vetichkasiz holatda asos andaza tayyorlaymiz. 11-mavzuimiz sotuv uchun standart bazaviy leykalar tayyorlaymiz. Ya'ni 40-razmerdan 70-razmergacha bo'lgan sotuv uchun leykalar tayyorlashni o'rganasiz. Ikkinchi modulimizga keladigan bo'lsak, professional modellashtirish. Professional modellashtirish 7 ta mavzudan iborat. Har bir mavzuimiz 10-15 ta darsdan iborat bo'ladi. Birinchi mavzuimiz vetichka modellashtirish nazariy va amaliy tarzda. Azizlar, vetichkalarni 10 xil vetichkani nazariy tarzda o'rganasiz va bitta vetichkani amaliy tikib ko'rsataman. 10 xil vetichkani bemalol chiqara oladigan va tika oladigan darajaga kelasiz. Ikkinchi mavzumiz 15 xil brend libos konstruksiyasini tayyorlash plus bitta amaliy dars. Ya'ni 15 xil libosni konstruksiyasini modellashtirishni o'rganamiz. Bitta amaliyni katta andazada tayyorlab, bichib tikib ko'rsatib beraman. Uchinchi mavzumiz 10 xil klinli ko'ylak modellashtirishni o'rganasiz. Ya'ni klinli, shesti klin, klinli liboslar deymiz. Aynan shu klinli liboslarni 10 xilini modellashtirishni va plus bitta amaliy darsni qo'lga kiritasiz. 4-mavzuimiz 10 xil brend libos modellashtirish. Ya'ni ko'ryapsiz, vetichka modellashtirish 10 xil, 15 xil brend liboslar bilan 25 xil, klinli liboslar 35 xil, 10 xil brend libos yana 45 xil, 10 xil bluzka modellashtirishni o'rganasiz, yana 55 xil. Ro'mol yoqali va kostyum yoqali ko'ylak konstruksiyasini o'rganasiz. 57 ta bo'lyapti. Ko'ylak bruk, ya'ni kombinezon konstruksiyasi 58 ta. Mana shu ikkinchi modulning o'zida qizlar 58 xil fasonni modellashtirishni o'rganasiz. Har bir mavzudan esa bittadan amaliyot darsini qo'lga kiritasiz. 3-modulimizda qizlar murakkab yeng, ya'ni sizlarga birinchi oson usulda qolib tik turadigan yeng asosini modellashtirishni o'rgataman, yeng asosini qurishni. Ikkinchi mavzumiz Müller metodikasida yeng asosini qurishni o'rganamiz. Yeng asosini qurishdagi muhim omillar, ya'ni pasadkalarni tahlil qilish, qanday qilib pasadkasini ko'proq, kamroq holatda qilishimiz mumkin, bu haqida gaplashamiz. 4-si ikki chokli yenglar, 5-si yenglarni modellashtirish, ya'ni konstruksiyalash, 6-si yengni amaliyotda bichib tikish, 7-mavzumiz yeng va proyma bog'liqligi. Bilasiz, yengimizni proymaga o'rnatishga ko'pchilik qiynalishadi. Aynan shu muammolarga yechim topasiz. Keng liboslarga qanday qilib yengni ham kengaytiramiz, yeng keng bo'lsa qanday qilib proymani kengaytiramiz, mana shu holatlarni to'liq o'rganib chiqamiz. 8-mavzumiz reglan yeng konstruksiyasi, 10-mavzu proymasi kengaytirilgan yeng konstruksiyasi, 11 yaxlit yeng va ularni modellashtirish. Har bir mavzudan qizlar bittadan amaliyot darsi ham qo'lga kiritasiz. 4-modulimiz qizlar mana shu yeng modulni o'zida ham 40 ga yaqin fasonlarni o'zlashtirasiz. Ya'ni qanotli yenglar, keng liboslar, spushenli yenglar, silnavikrayniy fasonlarni siz bemalol professional darajada chiqara oladigan bo'lasiz. 4-modulimiz murakkab yoqalar va cho'ntaklar konstruksiyasi. Buni aytib o'tdim qizlar. 10 xil cho'ntak shablonini yasaymiz, 10 xil cho'ntak bichib tikishni ko'rib chiqamiz. Ko'ylak va bluzka yoqalar konstruksiya, kostyum yoqalar konstruksiyasini o'rganamiz. Mana shu 2 xil ko'ylak va bluzka yoqalar, shu bilan birga kostyum yoqalar hammasi birgalikda 40 ga yaqin yoqalarni ham konstruktiv, ham amaliy jihatdan, ham texnologik jihatdan to'liq o'zlashtirasiz. 5-modulimiz judayam ajoyib, judayam zo'r modul hisoblanadi, ya'ni nostandart qomatlar bilan ishlash. Bu 5-modulda siz ayollar qomat turlarini, ularga obraz yaratishni o'rganasiz. Ya'ni stilistika ham kirib ketadi shu yerda. 2-mavzumiz ko'kragi katta, kekkaygan gavda bilan ishlashni o'rganasiz. Bilasiz, ko'pchilik ayollarimiz ko'kragi katta ayollarga tikuvchilarimiz, siz tikaningizda zalonlar hosil bo'ladi, proymadan tortadi, pastdan tortadi. Mana shu muammolarga yechim topasiz. Bukchaygan figura bilan ishlash menda ham mana shu Müller metodikasiga kirib kelishdan oldin juda katta muammo bo'lgan, ya'ni bukchaygan qomatdagi ayolga qo'shnimiz bo'lgan, ko'p libos tiktirardi, umuman chiqarib bera olmasdim. Ko'chada ko'rsam o'zimdan o'zim uyalardim, lekin u kishi rahmat deb shunaqa rozi bo'lib, xursand bo'lib kelardi. Baribir mijoz bilmaydi qayerda xato borligini. Lekin biz ko'chlar bilamiz, oldi osilib, orqasi ko'tarilib qoladi. Mana shu muammolarga aynan bukchaygan figura bilan ishlash mavzusida to'liq yechim topasiz. 4-mavzumiz buksasi katta figura bilan ishlash. Buksasi katta figuralarga libos chiqarish biroz qiyinroq bo'ladi. Ularni bellari, buksalarini kontrol qilishga qiynalishingiz mumkin. Aynan shu muammoga ham yechim topasiz. Qorda katta figura bilan ishlash bu hamma tikuvchilarimizni, deyarli 90% tikuvchilarimizning muammosi hisoblanadi. Sababi bizni ayollar o'zi 50-razmerdan keyin qorindor ayollar hisoblanadi. Qorini bor ayollarimizga libos tikkanimizdan qorni do'ppay bilinib qoladi yoki qorin har tomondan zalon tortadi. Mana shu vaziyatlarda biz juda katta muammoga duch kelamiz.
ko'rsatamiz. Aynan mana shu katta muammongizni yechimi qorni katta figura bilan ishlash mavzusida professional darajada mukammal yechim topasiz. Xo'sh, 5 ta modullarimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Mavzularimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Ma'qul bo'lgan bo'lsa, endi men sizlarga bonus darslar, bonus kurslar haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Hozir biz professional konstruktor kursimizga 8-patogimizni qabul qilyapmiz. 8-patogimiz o'quvchilari uchun men barcha premium tarifda ham, VIP tarifga ham qo'shilgan o'quvchilarimiz uchun klassik astarli kostyum darsini bermoqchiman. Ya'ni konstruksiya asos andazasini tayyorlash, bichish, to'liq tikish texnologiyasi bilan sizga butunlay bepulga sovg'a qilaman. Ya'ni aynan professional konstruktor kursiga qo'shilgan o'quvchilarimiz uchun. Shu bilan birga azizlar, klassik shim konstruksiyasi, ya'ni andazasini tayyorlash, bichish va tikish texnologiyasini to'liq qo'lga kiritasiz. Yana bir ajoyib bonuslarimizdan biri azizlar, bu tikuvchilar uchun marketing va tikuvchilar uchun stilistika va dizaynerlik asoslari 2 xil kursdan birini bonusga mutlaqo bepulga tanlab olishingiz mumkin. Tikuvchilar uchun marketing kursida nimalarni o'rganasiz? Bu kursda siz brend qurishdan boshlab professional darajada brend qurish ishlari, ya'ni strategiya bilan to'liq tanishasiz. Muvaffaqiyatli biznes va muvaffaqiyatli brend egasi bo'lish uchun xususiyatlar, shu bilan birga brend va logo tushunchasi, brend marketing tushunchasi, marketing strategiya tushunchasi, tikuvchilar qanday qilib rivojlanadi, tikuvchilarning rivojlanish sirlari mavzusida, shu bilan maqsad va maqsad turlari mavzusi, tikuvchilikni brend darajasiga olib chiqish uchun 5 xil strategiya bilan tanishasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini yuritish uchun mentorlik asoslari darsini qo'lga kiritasiz. Va shu bilan birga shaxsan o'zimdan VIP tarif o'quvchilarimiz strategiya, ya'ni 1 yillik strategiyani birgalikda sizni tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha 1 yillik strategiya tuzamiz. Dizaynerlik va stilistika asoslari kursida esa siz dizaynerlik asoslari, dizaynerlar uchun xos bo'lgan 25 xil xususiyat, shu bilan birga eskiz chizish, to'g'ri qomatdagi eskiz, harakatdagi figurani chizish, figuraga libos kiydirish, figurani bo'yash, libosni bo'yash darslarini qo'lga kiritasiz. Stilistika asoslari darslarida esa mijozlar stili bilan, ya'ni ularni arxetipi, psixotipi bilan ishlashni o'rganasiz. Mijozlarning xarakterini o'rganishga harakat qilasiz, ularning stilini topishga harakat qilasiz. Shu bilan birga ranglar uyg'unligi, ranglarni bir-biriga kontrast yoki uyg'un ranglar qanaqaligi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Tikuvchilar uchun marketing bu bitta alohida kurs, stilistika va dizaynerlik asoslari bu alohida kurs. Ikkala kursimizni ham har birini narxi 2 million so'mdan. Agar siz professional konstruktor kursiga qo'shilsangiz, siz mana shu ikkala kursdan birini mutlaqo bepulga bonus sifatida tanlab olishingiz mumkin. Kostyum shim, klassik astarli kostyum va shim darsimizning o'zi narxi 2 million so'm turadi. Bu degani siz naq 4 million so'mlik darslarni mutlaqo bepulga bonusga qo'lga kiritasiz degani. Endi professional konstruktor kursimizning muddati 4 oy. Kursimiz azizlar professional zamonaviy platformada bo'lib o'tadi. Platformaga darsliklar joylab qo'yilgan, platformaga login parol beriladi sizga. Login parol orqali platformamizga kirib darslarni bemalol bajarishingiz mumkin. Telegram guruhda alohida chat guruhlar tashkil qilinadi. Kurator nazoratida bo'lasiz. Premium guruhimiz malakali kuratorlar nazoratida bo'ladi. VIP guruh esa shaxsan o'zim nazoratimda bo'ladi. Kursimiz muddati tugagach, premium guruhlarimizga 8 oy dostуп beriladi, VIP guruhlarimizga 1 yil dostуп beriladi. Yana nima qolib ketdi? Tariflar haqida tanishtirib o'tmoqchiman. Professional konstruktor kursimiz 2 xil tarifdan iborat. Birinchisi premium tarif. Premium tarifda hamma darsliklar beriladi. Har hafta jonli efirlar bo'lib o'tadi. Har hafta chorshanba kuni jonli efirda darslar, ya'ni amaliy darslarda qatnashishingiz mumkin. Malakali kurator nazoratida bo'lasiz va premium tarifimiz narxi 2,5 million so'm. 50% chegirmada. Asl narxi 5 million so'm, 50% chegirma faqat 8-patogimiz o'quvchilariga berildi. 2 million 500 ming so'm bilan o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. VIP tarifimizda ham hamma darsliklar beriladi. Haftada bir kun, har hafta, ya'ni chorshanba kuni amaliy darslarda jonli efirda ishtirok etish imkoniyatingiz bo'ladi. Platformada login parol beriladi, hamma darslarni ko'rish imkoniyati bo'ladi. 1 yil dostуп beriladi. Shaxsan o'zim tomonidan nazoratda bo'lasiz. Darslaringizni o'zim tekshiraman, savollaringizga o'zim javob beraman. VIP tarifimiz narxi, asl narxi 7 million so'm, 50% chegirmada faqat mana shu patok o'quvchilarimiz uchun 3,5 million so'm. Ya'ni to'liq kursni 3,5 million so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari aytib o'tganimdek, naq 4 million so'mlik bo'lgan bonus darslarni ham qo'lga kiritasiz. Kursimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa azizlar, admin raqam qoldiraman, admin lichkasini qoldiraman. Karta raqamimizga Ibadullayeva Chinora deb nom chiqadigan karta raqamimizga 300 ming so'm, minimum 300 ming so'm to'lov bilan o'z joyingizni band qilishingiz mumkin azizlar. Shu bilan birga bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Boshlang'ich to'lovni qilganingizdan so'ng qolgan summani 1 oy mobaynida bo'lib to'lash imkoniyatini ham qilib beramiz.